Iltimos, hurmatli gemoroy bilan kasallangan bemorlar, o'zi shunaqa bo'lar ekanda, tuyani o'rkachini qilsam yoki gemopro qilsam yo boshqa narsa qilsam o'tib ketadi degan xulosaga bormanglar. O'ta og'ir holat, o'ta. 30 yillik gemoroy, 25-30 yillik gemoroy shu darajada kattalashib ketganki, lo'yir qisqichiga sig'maydigan darajada katta. Arteriyasini bog'laysan, shaqillab yirtilaveradi. Ichkariga qarab kirib borasan. Birinchi o'rinda proktologga ko'rininglar, kasallikka aniq tashxis qo'ydiringlar. Agar operativ lecheniya bo'ladigan bo'lsa, o'zini vaqtida qildiringlar. Bizga mana bunaqa qiyinchiliklar, to'g'ri, bu qiyinchiliklarga tayyormiz. Bu bemorda ertaga asorat berib qonab qolsa-chi? Hech qaysi shifokor operatsiya payti ertaga bemorimda kravcheniya bo'lsin deb operatsiya qilmaydi. Alloh komil shifo bersin, sog'ayib ketsin deb lecheniya qiladi. Lekin mana bunaqa holatlarda kravcheniya berib qolsa, yordam berilmay qolishi mumkin. Uyda bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'ladi. O'ylanglar-da o'zlaringiz sog'liqlaringizni ham.